vaqtida 60 ming, 70 ming dollar bilan salonni tark etgan bu avtomobilimizning narxi hozirgi kunga kelib nech pul deb o'ylaysizlar? O'z fikringlarni izohlarda qoldirib ketinglar. Keyin ham shu narxlarga arziydimi? Qaranglar, bir paytlari boylar mingan, manman degan mansabdor insonlar mingan bu mashinani ko'rib faqat havas qilganmiz. Ana endi hozirgi kunga kelib bu mashinani olib haydashlik shunaqa bir oson bo'lib qoldi. Xudo xohlasa, agar ko'ngilda o'tkazgan insonlar bo'lsa, layklarni bosib ketish esdan chiqmasin. Xudo xohlasa bu mashinamizni kontentini qilib, Hamdam Avtoda iloji boricha imkon qadar sizlar uchun juda ham bir arzon narxda qo'yamiz. Shungacha ham bu mashinani narxi nech pul bo'lgan hozirgi kunda shu pulga arziydimi? Qaranglar. Range Rover Sport mashinasi mehri ham todasi berilgan ekan. Mashinamizni sotuvda kontentini qilib qo'yamiz. Shu mashinamiz hozirgi kunda nech pul deb o'ylaysizlar? Arziydimi? Bitta fikringlarni yozib ketinglar.